Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Mana bitta shedevr fasondagi darvozamizni kraskalarni sepyapmiz. Xudo xolasa darvozamizni ham o'z egalariga chiroyli qilib topshiramiz. Ustamiz Otabekjon. Ideal darajada chiqqan darvozamiz ham tepalariga gulli profillardan foydalanganmiz. Egalarning buyurtmasiga asosan go'zal chiroyli chiqdi. Xudo xolasa ertaga bu darvozamizni ustanovga joylantirib qilib beramiz. Kimga shunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga ham murojaat qilinglar. Darvozamizni kalitka qismi darvozamizni original kraskalardan sepganmiz. Opel kraska originallari. Xudo xolasa o'z egalariga chiroyli qilib topshiramiz. Mana bitta chiroyli darvozamiz 2 qavatli soqali fasonda yana bitib qoldi. Ustamiz tavakkal.